İlk xona kvartirani puliga arzongina hovlimiz sotuvga chiqmoqda. Salkam 6 sotuvda iborat bo'lgan bu hovlimiz uglovida joylashgan. Ikkita uchtalab darvozasi bor. Moshin qo'yishda umuman muammo yo'q. Obshil akasiga keladigan bo'lsak, karmalar raypodan ozgina ichkariga kiriladi. Hovlimizni ichkari qismi bilan tanishtirib o'taman keling. Hovlimizga 3 tomonlama kirsak bo'ladi. Yon tomonda garaj qismi bor. U tomondan ko'rib turgan mana bu asosiy darvozadan kirsak bo'ladi yokida mana bu kalitka qismi. Kalitkadan kirsak bo'ladi. Ko'rib turgan uy tomonimizdagi korpusimizda 3 ta xona, bitta sanuzeli bor. Ya'ni bittasi mehmonxona, ikkita yotoqxonasi mavjud. Shunday kirib kelishingiz bilan yana ikkinchi etajga o'zini kattagina yotoqxonasi, o'zini sanuzeli mavjud. Yotoqxonamiz tagida garaj qismi mavjud. Mashinangizni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizni supa qismiga keladigan bo'lsak, o'zini chorpalar o'rnatib qo'yilgan, o'zini zelen zonasiga ega. Chap tomonimizda esa oshxona qismi hamda ko'rib turganingizdek отдельно ikkita korpus o'rnatilgan. Ikkita korpusda to'g'rimizda ikkita xona, chap tomonimizda esa bitta xona tashlab o'tilgan. Hovlimiz bemalol ikkita xo'jalikni o'z bag'riga sig'dira oladi. Chap tomonimizda o'zining tandir xonalari ham mavjud. Ko'rib turganingizdek zelen zonalariga mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu hovlimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Karma hududida joylashgan. Karmana Ishsha rayposidan ozgina yaqin bo'lgan masofada joylashgan. Yaqin atrofda poliklinika, magazin, bog'cha, maktab juda ham qulay lokatsiyaga joylashgan. Bu hovlimizda narxiga keladigan bo'lsak, 550 million so'm bilan savdoga chiqmoqda. Yanada kelishtirib beradigan joyi bor. Hamda shahardan kvartirangiz bo'ladigan bo'lsa, barter variantlari ham ko'rib chiqiladi. Hamda ipoteka ham qilsa bo'ladi. Kimgaki bu hovlimiz ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Hamda hovli qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hamda Hovli Barak kanalimizga obuna bo'ling. Mana shunaqangi e'lonlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun.